Ranking tepa, sifat baland, talab ham kuchli. Ham o'qib ham ishlash qiyin bo'ladi. Mani universitetim Angliyada rankingga kirmagan. Baholarim o'rtacha, diplomim zo'r emas, lekin rankingga kirmagan. Yomon qiynalganman. Men qaerda ishlagan? Mo'ykada ishlaganman bu yoqda O'zbekistonda. Ustaxonada, bozorda yomon pishgan anaqa bo'lganman-da. O'shanda ham qiynalganman Angliyada. Xuddi sizda yoshda bo'lganman, 22 yoshda bo'lganman. Endi men yigit kishiman mayli. Baribir ko'p narsani ko'rganman hayotda. Universitetim rankingga kirmagan. 1 yillik o'qish. Rankingga kirgan nafas olishga endi qo'ymaydi. Yo konkret rankingni tanlab, asosan o'qiyman, yeb ichishimga topsam bo'ladi degan gap bo'lishi kerak. Siz chunki o'qish bilan topishingiz kerak. Nafaqat yeb ichish, o'qish bilan topishingiz kerak siz. Unda o'qish qolib ketadi konkretni.